İmamğa sual. Assalomu alaykum. Momim har qachon kechida tirnoq olsak yomon bo'ladi deb tirnoq ag'izmatdi. Zada kechida tirnoq ilishqa bo'lamdi? Va alaykum assalom. Asli dinimiz kechida tirnoq ilishdan cheklamaydi. Faqat jarohatlanishdan saqlanishga tavsiya qiladi. Ba'zi odamlar kechida tirnoq ilish uydagi barakatni qochiradi, bola qazoni keltiradi, bir so'z bilan aytganda yomon bo'ladi deb bu amaldan cheklaydi. Bu ko'z qarash odamlar sham, kerosin lampalari o'xshash yorug'lik beradigan asboblarni qo'llangan qadimiy zamondan qiliplashgan. Shundaqla u zamonlarda tirnoq ilish qisqish bo'lmag'achqa tirnoqlarni qaycha yoki pichoq bilan oladi. Shamning nurining susligidan tirnoq ilish asnosida jarohatlanish ehtimoli ustun edi. U davrlarda yoridagi mikroblarni tozalash va yo'qitish antiseptik doriları yo'qning o'rnida bo'lg'ashqa qonga zarar yetkazishdan saqlanish tas edi. Shuning uchun burunlarda kechida tirnoq ilishdan cheklatdi. Hozirgi zamonda bo'lsa elektr nuri xuddi kunduzdek yorug' bergashga bunda xatarlik xavfi yo'q. Shuning uchun kechida tirnoq ilishqa bo'ladi.